Assalomu alaykum qadrli YouTube kuzatuvchilari, xususan Havaslar Biznes kanali obunachilari va musofirda bizlarni kuzatayotgan aziz yurtdoshlarimiz. Mana bugun Xudo xolasa Qashqadaryo viloyati Qarshi shahrining Karvon bozoriga ketyapmiz. Hozir narx-navolarni ko'rsatib, parranda bozorimizda narx-navolarni ko'rsatib tomosha qilib o'tamiz Xudo xolasa inshaalloh. Ulovimiz velosiped. Bizda hali mashina yo'q. Bunda ham yetkazsam, Xudo xolasa mashinalarga ham boradigan bo'lamiz. Buni qarang aziz tomoshabinlar. Tuyani qarang, kattaligini qarang uni. 2 metr, kamida 2 metr bor balandligi qarang. Bozorga ketayotgandik. Yo'lda tuya turibdi ekan. Kimlar uchundir hayratlanadigan narsa emas, no bizga kamyob narsa. Qoyil, bizda surayli katta narsa ekan. Xo'sh, aziz tomoshabinlar, Qarshi tumani Paxtazor mahalla fuqarolar yig'iniga qarashli Cho'g'dumma qabristoni. Biza qabristonga kelganimiz yo'q. Bu yerda umuman qidirib kelmaydigan, lekin doim aniq manzil so'raydigan tomoshabinlarimiz uchun ko'rsatib o'tyapman. Mana shu qabristonning orqa tomonida bizning mol bozorimiz, ya'ni mol bozorimiz, Karvon mol bozorimiz mana shu yerda joylashgan. Uni orqa tomonida esa parranda bozorimiz. Hozir uni ko'rsatib o'tamiz inshaalloh. Bu yerda Qashqi bozori bor ekan. To'g'risi bu yerdan o'zim ham hech o'tmoqchi edim. Akalar preslar nech pul ekan, somon preslar? 23 mingga ishni qoldi. Assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Bu yerda preslar nech puldan ekan? 37 ming. Bu yerda preslar 37 ming. Bu somon preslar nech puldan ekan aka? 27 ming. Qarishlikkina yaxshi ekan. O'quvchilar. Bular narxlar nech puldan ekan? 100 mingdan. 100 mingdan deyapti ekanlar. Katta-kattagina ekan. Bemalol suv yeyishga ham, ishlatishga ham bo'laveradigan xo'rozlar. Hozir makolar 150. Yukalari 70-80 aralab har xildan. 50 minglik ham bor. Nech puldan ekan bu narxlar ularning? Ko'ring akajon, assalomu alaykum. Sonlaringiz yaxshimi, charchamaysiz? Makolarniki 150 mingdan, xo'rozlari 250 mingdan. Kam bor dedi, kelishamiz. Boshqa bu jo'ja, xo'roz maydalari 70, 60, 80 har xil aralash. Qafasdagi. Qaysi akajon? Ularni makolar tanlaysiz 150 dan baho qo'yaman, kam bor, kelishtirib beraman. Yana endi o'tkalar bor ekan bu yerda. Nech pullarga opa endi o'tkalaringiz? Bilmasam, hozir kelyapti-da. Hali bitta ham sotganim yo'q. Bilmayman. 70 deyapti, 60 deyapti, 50 deyapti. No, endi o'tkalaringiz zoti yaxshi ekan, katta-katta bo'ladigan endi o'tkal ekan. Mana bu yerda mana ayollar. Ro'parangizniki yana nisbatan. Siz olsangiz. Kurkalar bor ekan, katta-katta kurkalar. Kurkalar nech puldan ekan aka? 200 ming so'mdan ishlat narxlarini. Tovuqchalar nech puldan ekan? Damashli mi tovuqlar? 60 mingdan deyapti. Arkadakilar nech pul arkadakilar? Yana kurkalar. Bu adashmasam Ozarbayjon akamizning kurkalari bizga kerak. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Sog'laringiz yaxshimi? Yaxshimisizlarmi? Kurkalar nech puldan bo'lyapti ekan? 200 kami bor, 150 200 ming so'm kami ham bor deyaptilar. Mana bu yerda Araldan. Ha, Araldan.
Kattaga. Necha oylik endi bu kurkalar? 6 oylik kurkalar. Narxlari necha bilan deyapsizlar? 250 dan. 250 ming so'mdan 6 oylik kurkalar. O'tgan safar oylarini aytmagan ekanman, tomoshabinlar so'rashyapti-da, oyini ham aytib keting, narxini aniqlab olamiz deb. Bu Ozarbayjon aka bular narxi anolar oylari necha oylik edi? Bular 4 oylik. 4 oylik bo'ldi. Bular 6 oylik, ha. 4 oyliklarni 150-200 minggachasi bor ekan. 6 oyliklarni 250 ming so'mdan deyishyapti. Katta narsalar ekan haqiqatan. O'tgan safar nomerlarigacha aytib qoldirganmiz. Bemalol aloqaga chiqib 150 so'radim aka. masala bo'ladi. Bozor 100 ming desam. Hech kim so'ragan yo'q 150 ga. Nimani so'raydi? Chiroyli narsalar. Bu kurkalar necha oylik bu kurkalar? 4 oylik. 4 oylik. Bulari hammi? 6 oylik, ha? Necha puldan bular narxlari? 150 ming, 200 ming, ha? 200 ming so'm ekan. Katta, yaxshi kurkali ekan. Xo'rozlari. Makonlari ham bor ekan ichida. Bari. Endi o'tkalarimiz bor ekan, kattagina yaxshi endi o'tkali ekan. Qoralari ham bor ekan, ichida oqlari ham bor. Mana bu oppoq xo'roz bor ekan. Bu endi o'tkalar narxlari necha puldan ekan aka? Endi o'tkalar narxlari necha puldan ekan? 6 standart 100 mingdanmi? Yo'q, 50 millinglar ham bor. U bitta o'rdakmi? Oq o'rdak 40 ming so'm. 30 ming so'm diyor. 30 ming. Siz akalaringiz necha puldan deyapsiz? 100 mingdan. 100 mingdan. 80 ming berarlar. Siz akalar bor ekan. Sotadigan narxingizni aytavering. Ha, shunday. Oq endi o'tkachamiz necha pul ekan? 150 mingdan. 150 ming. Chiroylikgina boshida xola bor. Oppoq endi o'tga ekan. Chiroyli. O'rdachalar necha puldan ekan? Bular 55 mingdan, ha? Barakasini bersin. Xiyollarimiz o'ylari bor ekan. Katta. Necha puldan ekan katta xiyollar? Katta qo'y 100 dollardan aka. Bularni ballari 200 dan. 200 mingdan, ha, ballar. Katta xiyollar 100 dollardan deyishyapti ekan. Ukalaringiz necha puldan ekan aka? 1,5 dan. 4talasi 1,5 million, ha? 1,5 million deyapti ekanlar, 4talasini. Jo'jachalar necha puldan ekan, opa? 70 dan. Kichkinalarichi? 50 mingdan, 70 ming so'mdan. Daroqni qilib o'tib ketdi. Kurkalar necha puldan ekan, opa? Kurkalar narxlari necha puldan ekan? 280 mingdan. O'zingiznikilarmi? Necha oylik bular? 6 oylik. 2 oy 280 ming so'mdan 6 oylik. Yana katta kurkalar ekan. Aqlli o'rdaklar, o'rdak jo'jalari ya'ni aniqrog'i. O'rdachalar necha puldan ekan? 80 ming so'mdan. Kami qancha? Kami anchadir. Kami 70 dan bo'ladi-da. 70 da. 5 ta olasiz. Kurkalar narxlari necha puldan ekan? Pulga bepul ekan. Narxda eng chiroylisi mana shu. Pulga bepul. Aka bu o'rdangiz necha pul ekanda? Katta kamera bu. Xo'roz. 150. Umuman kichkinalar narxlari necha puldan? 80 dan. Bular birmisiz? Chiroyligini qaranglar bu xo'rozlarni. Yalt qiladi. Bular narxlari necha puldan ekan xo'rozchalarni? 120 ming? Donasi 120 mingdan. Bular necha deyapsiz? Adashmasam Andijon qora shekilli bo'ladi. Mana tog'ni olma, tog' kerakmi senga? Xola shuncha qurasiz. Sen men sotib ketaman kelasi. Narx to'g'ri kelmaydi.
bozor bor ekan. Hey, Cihan. Hey Cihan. G'ozlar nechi puldan ekan? G'ozlar kimdan? Ben 600 deyapman, so'rayapmiz. 600 deyapsiz. Bu yaponcha nechi pul? Yaponcha kimdan? Sizdanmi bu ham? Qancha 50 50 ming so'm. Voy, buni bittaligini qarang. Kaptardan sargina katta eganda. Mana ba'zida tomoshabinlarimiz yaponcha so'rashadi. Juda chiroyli narsa ekan. Naryoqdagi xo'roz nima u? Bu tomonda xo'roz ham bor ekan. G'ozlarni 300 ming so'mdan deyaptilar. Teskari pat to'g'ila bor ekan. Bu teskari patlar nechi puldan ekan narxlari? Teskari patlar narxlari nechi puldan ekan? Kimni? Donasi 100 ming so'mdan, ha? 100 ming so'mdan ekan. Teskari pat ishqibozlari uchun. Bular nechi puldan ekan? 200 ming. Ikkalasi 100 mingdan 200 ming so'mdan. Nomi nima edi buni? Yapon to'g'ri. Choynak deganlar o'xshab ketgan. Quyonchalar. Bu katta quyon nechi bo'lgan? 300 ming. 300 ming. Bular-chi? Ular Breziliyadan. 150 dan. Endi o'tkachalar nechi deyapsizlar? Endi o'tkachalar 100 mingdan. 100 mingdan. Pulak. İşlagan. Narxlarni 100 ming so'mdan deyishyapti. Big oltin nechi pul ekan? Big oltin 200 ming so'm. Xotinladimi? Vesi qanchalar bor hozir? 18 kilo. 18 kilo. Yaxshi. Sakkiz kilo vesi bor, 700 ming so'm deyaptilar. Bu tekinda, tekin. Boqqanni kirasi emas. Endi o'tkalarni chiroylari. Chamasi 1 yoshdan oshgan. Bu endi o'tkala kimdan? Endi o'tkala sizdanmi aka? Nechdan ekan bular? 150 mingdan, ha? 150 mingdan, ha? 150 mingdan ekan. Diqqat, dekorativniy qushlarimiz. Papugaylar. Chiroyligini qarang bular. Musavvirligini qarang, qanday chiroyli bular. Mana bular qanchadan? Aysa ular 350 ming para tandirdi. Bular chiroyli qarang. Tovlanadi. Yalt tovlanadi. Nasib bo'lsa hali niyatimiz bor, bulardan ham qilamiz. Xohlasa ularga joy qilaylik. Bular chiroyli qarang. Narxlarini so'rayotmayman. To'g'risi, bu sotuvchilarni ba'ziga urib ketishgan, prostak narxini so'rab ketaverishib, uchun yoqtirishmaydi. Qadrli tomoshabinlar, baliq bozoriga keldik. Ba'zi baliqlar narxlarini ham so'rab o'tamiz. Aka, bu katta baliqlar nechi puldan ekan? 45 mingdan. Bular-chi? 16 ming berdi. Ular 25 ming so'mdan ekan. Rahmat Markjon. 1 kilo 200, 1,5 kilo atrofida. Laqalar nechi puldan ekan aka? Laqqa 20 ming qiladi. 20 ming. Yo'q. Bozor tugadi, baliqlar qoldi. Xudo xolasa endi bularni boshqa joylarga o'tkazishda kerak, menimcha.
18 million jarima to'laysiz, bilasizmi? Mana bu muzlatilgan baliq nechi pulda? 32 ming so'm. 32 ming so'm Klientlar, ekan. siz nomingizdan kelsa 31 ming so'm. Ana aka. 30 ming so'm. Ana aka, Jigar havasa. kelsa 30 ming so'm. Uni yegan odam qanday baliq yemaydi? Bu mayda baliqchalar nechi puldan ekan? 10 ming qilib beraman. Rasmni olish 5 ming. Kilosi 10 mingdanmi? Ha. Karasi ham bular? Yo, anavimi? Bular. Vobla, ha, vobla. Zo'r shirin baliq bo'lar ekan, maza baliq bo'lar. Bularni bu tushonga qilsa ham zo'r narsa bo'ladi-da. Bu mana sazanlar zo'rlari bor ekan. Почти 1,5-2 kilo atrofida. Zo'r semiz sazan lekin. Xo'sh, aziz obunachilar, bugungi videomiz shu bilan tamom. Bu yerda meva bozori. Shu mol bozorimizga kelsanglar, quruq qaytmaysizlar, to'lib, toshib ketsanglar bo'ladi. Hamma narsa arzonchilik, Xudoga shukr. Do'konlardan, bozorlarga nisbatan bu yerda biroz arzon yuradi hamma narsa. Kelishib, savdolashib olsa bo'ladi. Hammaga salomatlik tilayman. Xayr, sog' bo'linglar. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. Hamma ketyapti mana. Biz ham ketamiz endi.